Assalomu alaykum do'stlar, hammalaringga salom. Do'stlar, bu videoni nima haqidaligi o'zlaring yaxshi tushundilaring. Obloshkasidan ham bilib turibsizlar, bu videoda men o'sha Xitoydagi birodarlarimiz haqida gapirmoqchiman. Avvalambor videoni boshlashdan oldin sizlardan bitta narsani iltimos qilaman. Agar oilaringizda kimdir ingliz tilini yaxshi bilsa, kimdir ingliz tiliga yaxshi tushunsa, ingliz tilini juda ham yaxshi tarjima qila olsa, mana shu videomizni ingliz tiliga tarjima qilib, butun internet bo'ylab, Telegram, VKontakte, Facebook, Instagram, YouTube qanaqa internet tarmoqlarida saytlaring bo'lsa, shu internet tarmoqlariga tarqatib tashlanglar. Bu videoni ko'pchilik ko'rishni xohlayman. Mana shundagina biz o'sha Xitoydagi mo'min musulmon birodarlarimizga yordam berishimiz mumkin. Do'stlar, internet tarmoqlarida o'zingiz juda ham ko'ryapsizlar. Instagramda, YouTube'da, Telegram yoki boshqa internet tarmoqlarida mana shu Xitoydagi bo'lib o'tayotgan vaziyatlar, Xitoydagi musulmonlarning ahvoli haqidagi videolarni hammasini ko'rib, bilib, hammasidan xabarlaring bor. Mana shu Instagramda, Telegramda, YouTube'da shu videolarni ko'ryapman. To'g'risi, bu narsalarni ko'rib bir chekkada indamasdan o'tira olmayapman. To'g'risi, juda ham yordam bergim kelyapti shu birodarlarimizga. Men ular uchun achinyapman, ularga rahmim kelyapti. To'g'risi, meni ko'zimga juda ham kuchsiz, haligi himoyasiz ko'rinishyapti o'sha Xitoydagi mo'min musulmon birodarlarimiz. Ularga qo'limdan kelgancha yordam bermoqchi bo'lyapman, lekin bitta o'zim qo'limdan hech nima kelmaydi. Mana shuning uchun shu videoni chiqaryapman. Butun mo'min musulmonlarga mana shu narsani haqida gapirish uchun va o'sha Xitoydagi musulmon birodarlarimizga yordam berish uchun. O'zlaring do'stlar, videolarda ko'ryapsizlar. Musulmon qizlarimizni majburlab xitoylik erkaklarga erga berishyapti. Musulmon qizlarimizni majburlab zo'rlashyapti. Musulmon birodarlarimizni urib kaltaklashyapti. O'zining dinidan voz kechib, o'zini diniga kirgizmoqchi bo'lyapti. Musulmonlik dinidan voz kechtirib, o'zining diniga kirgizmoqchi bo'lyapti. Bularning hammasini sizlar o'zlaring internetda ko'rib turibsizlar. Bular yangilik emas. Lekin mana shu paytgacha bu narsalar Xitoyda qachon boshlangan anig'ini bilmayman. 2 yil yoki 1 yil oldin yoki undan ko'p. Bunisini anig'ini bilmayman, lekin men 1 yil oldin shu videoni ko'rganman. 1 yildan beri mana shu Xitoyda bo'lib o'tayotgan voqealar haqidagi videolarni ko'rib chidab kelyapman, lekin endi chida olmayman. Chunki men o'ylagandim bu narsalar balkim vaqt o'tsa o'z joyiga tushib ketar, balkim tinchib ketar deb o'yladim. Lekin Xitoy juda ham qattiq hozir musulmonlarga qarshi kurashyapti. O'sha Xitoydagi masjidlarni buzishyapti. Qur'on kitoblarini, bilmadim, musulmonlarni qiynashyapti. Musulmon opalarimizni, musulmon singillarimizni zo'rlab, ularni majburlab xitoyliklarga erga berishyapti. Bular haqida aniq videolarni ko'rdim. Agar videolarni ko'rmaganimda bu haqida gapirmasdim. Do'stlar, iltimos, qachongacha bir chekkada o'tirib, qo'l qovushtirib o'tiramiz? Nima uchun bizni dindoshlarimizga yordam bermaymiz? Nega? Shuncha musulmon davlatlar bor. Mana shu videoni ingliz tiliga tarjima qilinglar, iltimos. Qancha musulmon davlatlar bor. Arabiston bor, Indoneziya, undan ham ortiq diniga qattiq yopishgan musulmon davlatlar qancha. Lekin hech qaysi shu Xitoydagi musulmon birodarlarimizga yordam berishni xohlamayapti. Nega? Nima uchun? Ilgarilari agar eshitgan bo'lsalaring, ilgarilari shu payg'ambarlarimiz tarixlaridan, dinimiz tarixini eshitgan bo'lsalaring, o'qigan bo'lsalaring, oldilari bitta musulmon qizga bironta g'ayridin yoki kofir kelib haqoratli gaplar gapirgan yoki unga qo'l ko'targanda, musulmon yigitlar mana shu musulmon qizning sha'nini himoya qilib, kerak bo'lsa odamni o'ldirishgan. Lekin biz hozirgi zamonda musulmonlar bir chekkada o'tiribmiz. Qo'limizdan hech nima kelmaydi. Birlasha olmaymiz hech qachon. Birlashib musulmonni himoya qila olmayapti hozir. O'zingiz faraz qiling, o'sha xitoyliklar orasida sizni akangiz bo'lishi mumkin, sizni otangiz bo'lishi mumkin, sizni onangiz, sizni singlingiz, sizni opangiz, sizni ukangiz, sizni o'g'lingiz, sizni qizingiz bo'lishi mumkin o'sha yerda. Agar shunaqa bo'lganda nima qilardingiz? Men bir chekkada o'tirishim mumkin ularga yordam bermasdan. Bilaman, bitta o'zim qo'limdan hech nima kelmaydi. Bu video ham hech nimani o'zgartirmasa kerak. Lekin men harakat qilib ko'rmoqchiman. Bitta Xudoning oldiga borganimizda ham Xudo bizdan so'raydi, nimaga dindoshingga yordam bermading? Nimaga harakat qilib ko'rmading deydi. Nimaga bir chekkada indamasdan o'tirding? Senda hayot zo'r edi, senda hamma sharoit bor edi, tinchlikda yashading. Lekin nima uchun mana shu
zulm ko'rgan birodaringga, musulmon birodaringga, musulmon opa singlingga nima uchun yordam bermading deb so'rashi mumkin. Shunisidan o'qiyapman. Iltimos, iloji boricha mana shunaqa videolarni olib o'sha Xitoydagi dindoshlarimga juda ham achinayapman to'g'risi. Qo'limdan hech nima kelmaydi. Lekin yordam bermoqchiman o'shalarga. Iltimos birlashib qo'limizdan kelgancha biror narsa qilaylik. Nima uchun hammamiz jim o'tiribmiz? Axir mana shu qizlar bizni opamiz, bizni singlimiz-ku. Mana shu musulmon yigitlar bizni akamiz, bizni ukamiz-ku. Nima uchun harakat qilmayapmiz? Mana shu videolarni kommentariyasiga yozayotgan, mana shu videolarni kommentariyasiga yomon gaplar yozayotgan, mani haqoratlab, tushunmagan narsasiga aqllichilik qilayotgan, o'zini sherlik ko'rsatib kommentariyaga bosam yo'q qo'raman deyotgan odamlar qanisizlar? Nimaga mana shu kuchlaringni shunaqa narsaga ishlatmaysizlar? Xitoyda qanaqa vaziyatligini faqat ular biladi. Musulmonlar qanaqa qiynalayotganini faqat o'zlari biladi. Bizning sharoitimiz zo'r yashayapmiz. Yegani ovqatimiz bor, ichgani suvimiz bor, kiygani kiyimimiz bor, uyimiz bor, pulimiz bor. Lekin birontamiz yordam berishga harakat qilmayapmiz shu Xitoydagi dindoshlarimizga. Men gapim topolmayapman, juda ko'p gap gapirmoqchi edim, lekin hozir hayajondaman, bilmay gap topolmayapman. Mana Mesut O'zil, mashhur futbolist, hozir hayoti xavf ostida. Nimaga deb o'ylaysizlar? Chunki o'sha Xitoyga murojaat qildi, musulmonlarni qiynashmadi. Musulmonlarga qarshi zulm qilinishiga men qarshiman deb yozdi Mesut O'zil Xitoyga. Endi hozir xitoyliklar Mesut O'zilni jazolashmoqchi bo'lyapti. Uni bizga berilib biz o'ldiramiz deyishyapti Mesut O'zilni. Bironta musulmon nimaga Mesut O'zilga qo'shilmadi? Nimaga Mesut O'zilni orqasidan yurib shu narsani mahkam ushlamadi? Axir bitta odam boshladi-ku shu ishni. Mesut O'zil o'zida kuch topib chiqdi-ku, gapirdi-ku shu narsani. Nimaga hech kim orqasidan bormadi? Nahotki Xolid ibn Validga o'xshagan hozirgi do'yurak musulmonlar qolmadi? Juda ham ko'p gap gapirmoqchi edim, lekin hech nima kelmayapti. To'g'risi men achinib ketyapman. Internetda mana shunaqa videolarni ko'rib, bir chekkada o'tirolmayapman. Halovatim yo'q. Yordam bermoqchiman shularga, lekin qo'limdan hech nima kelmayapti. Iltimos, shu videoni ingliz tiliga tarjima qilinglar, iltimos. Iloji bo'lsa shunaqa videolarni olib qo'yinglar, internetga tarqatinglar, Telegram, YouTube, Instagram, Facebook, qanaqa internet tarmoqda saytlaring bo'lsa hammasiga tarqatib tashlaylar. Biz boshladikmi shu narsani? Agar ko'pchilik bo'lib shu narsaga qo'l ursak, qolgan musulmonlardan bizga qo'shiladi. Faqat o'zbeklar emas. Bu videoni faqat o'zbek yoki qirg'iz yoki tojik eshitish shart emas. Bu videoni, bunaqa videolarni butun dunyoga tarqatish kerak. Butun dunyodagi musulmonlar harakat qilishi kerak. Nima sizlar o'ylaysizlar, hozir butun dunyodagi musulmonlar bu narsani bilmaydi deb o'ylaysizlarmi? Shu Xitoyda bo'layotgan zulmda. Yo'q, hammasi biladi. Lekin hech qaysi harakat qilmayapti. Hech qaysi harakat qilib